Qachon siz internetdan telefon zakaz qilgansiz? Yo'q, qarang. Men doim o'zim uchun o'zim olaman. Shuni chet elga chiqib, har doim o'zim uchun o'zim olib kelaman. Oling, hech kim muammo. Endi olib kelolmayman. Bu narxi nima $1000. Yo'q, bizlar jazolanyapmiz Nimaga rasmiy boj to'lanadi? Nimaga mana shu yaxshi edi-ku menga. Oldingizda Aziz aka o'tiribdilar. Aziz aka bir konteyner xuddi shu planshetdan olib keldilar. Bojxona to'lovlarini to'lab qo'ydilar-da, lekin yo'q, Xurshid akam, yo'q, Aziz aka olib kelgani men kerak emas. Ehtiyojim uchun-ku, men bir dona qilmoqchi emasman-ku. Bojxonada mana men o'z savolingizni to'xtab turing. Savolingizga javob beraman. Turkiyada bo'lmasam nimaga har bitta odamga telefon tarqatish avj olib ketgan? Aynan shuni aytyapmiz. Bir guruh o'zbekistonliklar majbur bo'lyapti-da, chunki majbur qilyapti-da shunga. Masalan, bilishim bo'yicha endi ochuv telefonga hammi bu? Korobkasini ochgan bo'lsa hammi? Farqi yo'qmi? Me'yor bir xil hamma. Xorijdan olib kirilayotgan masalan, men sotuv uchun emas, buni o'z ehtiyojim uchun olib kelaman. Shunda ham boj to'layman. To'g'ri. Soliq to'lashingiz kerak-ku. Qanaqasiga soliq bo'ladi bu? Soliq-ku bu, bojxona parlament orqali qabul qilinmagan-ku bu. Qanaqasiga soliq bo'ladi? Yo'q, to'xtab turing. Siz bojsiz olib kirish me'yorlari bu Vazirlar Mahkamasi qarori bilan umumiy kartinada biz maqsad tushundik. Norasmiy kontrabanda mahsulotlarini aniqlash. IMEI ham xuddi shunaqa edi. AKT vaziri Sherzod Shermatov uni soliq degandi. Vaholanki u soliq parlamentda qabul qilingan qonun asosida qabul qilinmaganda, konstitutsiyaga ko'ra shunday bo'lishi kerak. Xo'p, nimaga ayni keysda butun o'zbekistonliklar jazolanishi kerak? Deylik, IMEI ham bunga yordam bermagan. Bu nima bu? Jismoniy shaxslar uchun o'z ehtiyoji uchun olib kelingan tovarlar uchun. Agar u yuridik bo'ladigan bo'lsa, 17% общийda 30%dan ko'ra ko'proq-ku. 17% ko'proq-ku, общий summadan u to'laydi. Yo ortganidanmi? Yo, общий summadan rasmiy importsa общий summadan to'laydi. Общий summadan 17. 17%. Bojxona boji 5% miqdorida. 12% MDS. Agarda u ofitsial sotganda ham, hozirda sizlar joriy qilgan tartibda ham shunda ham arzon chiqyapti, ko'chadan olib kirgan odamniki. Ofitsial olib kirsa $1100 $1287 ga chiqadi 17% ni to'laganda, 12% esa va 5% qo'shimchasi bilan $1287 ga chiqyapti. 1100 lik telefon. Taklif kiriting, pasaytirib beramiz uni. Nima? Taklif kiriting, rasmiy importyorni yanada qo'llab-quvvatlaymiz-da, normani $500 ga tushirib qo'yamiz.